Men oyiga 40 soat vaqt sarflab, eBayda ko'proq sotiladigan mahsulotlarni joylashtirdim va natijada oyiga $3,500 ko'proq daromad topdim. Agar siz ham eBayda o'z mahsulotingizni ko'proq sotmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun sizlarga eBayda draft listingni qanday qilib to'g'ri va SEO ga mos tarzda tuzishni o'rgataman. Birinchi bo'lib sizlar bilan mahsulotlarimizni sotish uchun draft listingni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun eBay do'konimizga kiramiz va listing tugmasini bosamiz. Bu yerga kirganimizdan keyin yangi listing yaratish tugmasini bosamiz. Va bu qidiruv qatoriga sotmoqchi bo'lgan mahsulotimizni nomini yozamiz. Misol uchun o'zbek qo'lda qilingan o'zbek pichog'i va qidiruv tugmasiga bosamiz. Shunda mana biz ko'rib turganingizdek, eBay bizga sotilayotgan pichoqlar namunasini ko'rsatyapti. Agar bizning pichog'imiz shunga o'xshasa, bulardan birini tanlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, hamma ma'lumotlari bor. Va mana savol chiqyapti bu yerda. Tovaringizni holati qanday? Yangi yoki ishlatilgan? Biz yangisini tanlaymiz va ko'k tugmani bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mahsulotimizni kartochkasiga kirdik. Bu yerda birinchi bo'lib mahsulotimizni suratlarini joylaymiz. Oldindan mahsulotimizning suratlarini tayyorlab qo'yamiz. Suratlarimiz yaxshi sifatli qilib olingan bo'lishi kerak. Oq fonda yoki qora, ko'k fonda olishimiz mumkin bo'ladi. Va tayyorlab qo'ygan rasmlarni bu yerga joylaymiz va pastga o'tamiz. Bu yerda mana 80 ta harfdan iborat kalit so'zlarini joylashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, qidiruv tugmasida sotib oluvchi xaridor qanday kalit so'zlarni kiritib qidirishi mumkin? Shuni biza o'ylab chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozirda juda qulay instrument bor. Bizda hozir ChatGPT dan shug'ullanishimiz mumkin va ChatGPT da unga savol berib, pichoq sotilishi uchun kalit so'zlarini yozib ber desak, u bizga yozib beradi. Va ikkinchi yana yo'li, biron bir pichoqni qidirib, qidiruv tugmasiga qo'lda qilingan o'zbek pichog'ini tanlaymiz. Va bu yerda birinchi bo'lib chiqib kelgan mahsulotga kiramiz, misol uchun. Mana ko'rib turganingizdek, va bu yerdan namunani ko'chirib olishingiz mumkin yoki shu namunadan foydalanib o'zingizni kalit so'zlaringizni joylashtirsangiz bo'ladi. Meni maslahatim to'g'ridan to'g'ri ko'chirmang. Siz izlanib, yana boshqa mahsulotlarni ko'rib, qaysi kalit so'zlar to'g'ri kelsa, shu kalit so'zlarni joylaysiz. Xo'p, mana biz tanlagan kalit so'zlarimiz mana 76 ta harfdan iborat bo'ldi va bu yerga so'z sig'maydi. Shuning uchun shuni o'zi yetarli bo'ladi bizga. Qulay bo'lish uchun agar ingliz tili tushunarsiz bo'lsa, biz o'zimizga qulay tilga o'zgartirib olamiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, tovarning kategoriyasi chiqib kelyapti. Коллекционирование ножи, мечи, клинки, коллекционные ножи с фиксированным клинком. Misol uchun bu kategoriyaga to'g'ri keladi bizning mahsulotimiz. Agar to'g'ri kelmasa, bu yerda redaktirov tugmasini bosib, o'zimizga kerakli kategoriyalarni to'g'rilab olsak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, biz tanlagan variantni ko'rsatyapti va bizga taqdim etilgan misolni tariqasida shuni tanlaganmiz yoki shulardan birini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Agar oldin ishlab chiqarilgan eski buyum bo'lsa, misol uchun mana bu kategoriyani tanlashimiz ham mumkin bo'ladi. Hop, endi keyingisi xarakteristika tovari. Misol uchun tovarning xarakteristikalari. Bu yerda misol uchun brendimizni o'zimizning nomi bo'lsa, bu yerga brendimizning nomini kiritamiz. Bizning brendimiz nomi Baxmal Uz bo'lgani uchun Baxmal Uz turibdi. Agar bu boshqa sotuvchining brendi bo'lsa, bu brendni o'zingizni brendingizni nomiga o'zgartirishingizga to'g'ri keladi. Misol uchun bu yerga o'zbek pichoq deb qo'ysak ham bo'ladi. Va bu plus tugmasiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek o'zgardi. Xo'sh, mana bu yerdagi
razdellarni, bo'limlarni ham to'ldirib chiqamiz. O'zingizga to'g'ri keladigan, mahsulotingizga to'g'ri keladigan joylarga belgi qo'yib chiqasiz. Bu yerda material deb yozilyapti. Misol uchun alyumindan qilingan bo'lsa alyuminni tanlaymiz. Keramika bo'lsa keramika, damaskaya stal bo'lsa damaskaya deb yozamiz. Bizda zanglamas po'lat bo'lgani uchun nержавеющая stalni tanlaymiz. Xo'p, endi buni ushlagichi nimadan qilingan? Alyumindanmi, latundanmi, suyakdanmi? Shuni tanlaymiz. Va bu yerda rangi so'ralyapti. Tig'ini rangi bu yerda biz qora deb belgiladik. Shu qolgan xarakteristikalarni to'ldirib chiqamiz. Mana nechinchi yil ishlab chiqarilgan, lezviyasi oddiymi yoki qanday kombinatsiya qilinganmi yoki tishli qilinganmi, shularni to'g'rilab chiqamiz. Va endi bu yerda variatsiya degan joyi bor. Misol uchun pichoqni har xil o'lchamda bo'lishi mumkin. Shu variantlarni kirgizib chiqishimiz ham bo'ladi. Hozircha lekin biz bu narsani temay turamiz. Keyingi darslarimizda yana aytib o'tib ketamiz. Endi bu yerda mana mahsulotimizni holati yangi deb belgilaganmiz. Misol uchun bu yerda ishlatilgan tanlashimiz mumkin yoki yangisini. Bizning pichog'imiz yangi bo'lgani uchun yangi deb yozdik. Endi bu yerda mahsulotning opisaniyasini kiritamiz. Xo'p, opisaniyani biz ChatGPT orqali foydalanib tayyorlashimiz mumkin yoki Google dan qidirib topishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun agar biz o'zimiz bilgan mahsulot, boshqa mahsulot sotayotgan bo'lsak, o'sha kerakli mahsulotni ma'lumotini kiritamiz. Biz oldindan tayyorlab qo'ydik ingliz tilida. Uni kopiya qilib bu yerga joylaymiz. Shuningdek, bu opisaniyada mahsulotimizning hajmlarini ham kiritib chiqamiz. Uzunligi, balandligi va eniga qancha. Shuningdek, mana ko'rib turganingizdek, eBay'ning o'zini instrumenti ham bor. Bu yerda misol uchun agar ChatGPT dan foydalanmasak, buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Misol uchun agar o'zimiz opisaniya qila olmasak, использовать описание ИИ. eBay'ning o'zida ChatGPT'si bor. Mana misol uchun buni bossak, u o'zi bizga mahsulot to'g'risida ma'lumotini kiritib beradi. Xohlang bunday qiling, xohlang o'zingiz yozing. Endigi navbat biz qaysi formatda sotmoqchimiz? eBay'da ikki xil format bor. Do'konga qo'yib, na постоянной основе deymiz. Постоянной основе har doim sotiladigan mahsulot qilishimiz mumkin yoki auksionga qo'yib sotishimiz mumkin. Auksionga bu siz qo'ysangiz, auksionda siz misol uchun nalog to'lashingiz kerak bo'ladi sotilgan mahsulotingizdan. Men buni tavsiya etmayman. Biz auksion tanlamaymiz. Hozir sotib olishni tanlaymiz. Va mana bizga bu yerda 90 kun ichida sotilgan mahsulotlarning o'rtacha tan narxini ko'rsatyapti, tavsiya beryapti. Mana $99 sotilgan. Bu yerda $99 ichida yetkazib berish xizmatini rasxodlari ham kirib ketgan. Shuning uchun biz mana $99 sotilgan bo'lsa, biz bu yerga 99 emas, $120 qo'yamiz. $120 yozgandan ko'ra $119 qilib yozamiz. Nimaga 99 ga sotilgan mahsulotni biz 119 qo'yamiz? Chunki biz 120 qo'yib, uni keyinchalik skidka qilib yoki kelishilgan holda u eBay'da hozir xuddiki bozorga o'xshab, misol uchun xaridor sizga qandaydir summani taklif qilishi mumkin. Misol uchun $100 taklif qilishi mumkin. Undan kamroq summani taklif qilishi mumkin. Sizga o'sha summa ma'qul kelsa, siz o'sha narxga sotsangiz bo'ladi. Va bu yerda skidkalarni ham qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun $120 qo'ysak, keyinchalik skidka qilib shu $99 gacha sotishimiz mumkin yoki xohlasangiz $80 ga sotamiz. Bu qanchalik bizning mahsulotimiz noyob bo'lsa, shuncha qimmatga sotishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerga mana sonini belgilaymiz. Bir donami nechta bor? 10 dona bo'lsa 10 ta deb belgilaymiz. Bir dona bo'lsa bir dona. Va bu yerda mana разрешить предложение degani. Misol uchun xaridor sizga taklif qilishi mumkin bo'ladi. O'zi necha pulga sotib olmoqchi bo'lsa, sizga taklif qiladi. Va bu yerda biz minimal taklifni
yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun $90 qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. $90 bizga past narx bera olmaydi taklif. U $90 balandroq taklif berishi mumkin bo'ladi. $91 yoki $92. Keyin shuni 89 qilib qo'yamiz. Shunda bizga xaridor $90 taklif qilishi mumkin. Hop, bu joyini o'tkazib yuboramiz. Bu zaplaniruйте свой listing degan joyni o'tkazib yuboramiz. Endi esa bu yerda ko'rib turganingizdek, endi перевозка yetkazib berish xizmatini настройкасini to'g'rilaymiz. Pichog'imiz kichkina bo'lgani uchun standartная доставка маленький и средний товар. Shuni belgilaymiz. Hop, bu yerni ham shunday qoldiramiz va bu yerdagi plus tugmasiga bosib yetkazib berish sanalarini, vaqtlarini tanlab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda har xil variantlar chiqyapti. Biz bu yerda pastga tushamiz. Biz O'zbekistondan jo'natadigan bo'lganimiz uchun o'zimizga kerakli joyini tanlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, ekonom usuli orqali chet eldan jo'natish varianti chiqdi. Bu yerda ekonomная доставка из-за пределов США 11-23 kun ish kunida yetkazib beriladi. Bu O'zbekistondan jo'natadigan bo'lsak, shu bizga to'g'ri keladi va shuni tanlaymiz. Keyingi darslarimizda hali yetkazib berish bo'yicha yana alohida darsimiz bo'ladi. U yerda qanday qilib tez Amerikaga yetkazib berish usullarini bo'yicha o'rganib chiqamiz. Mana bu yerda mana ko'rib turganingizdek, chet eldan 5-10 kun ichida yetkazib berish bor, 2-4 kun ichida yetkazib berish bor. Bu usullarni keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Mana biz o'zimizga kerakli joyini tanlab oldik va buni сохранить knopkasini bosamiz. O'zimizga kerakli yetkazib berish usulini tanlab bo'lganimizdan keyin bu yerga biz yetkazib berish xizmatini narxini kiritishimiz mumkin bo'ladi, lekin biz yangi sotuvchi bo'lganimiz uchun biz tekin yetkazib berish usulini tanlaymiz va bu yerga предложить бесплатную доставку tugmasiga belgi qo'yamiz. Shunda biz mahsulotimizni ichiga qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun bitta pichoqni Amerikaga yetkazib berish narxi boya ko'rdik, $17-20 bo'ladi taxminan. Shu pichoqni narxi, umumiy narxini ichiga qo'shib yoramiz va bu yerga tekin dostavka joyini belgilab qo'yamiz. Endi pastroqqa tushib, bu yerda yana bitta joyi bor. Biz ushbu mahsulotimiz sotilgandan keyin necha kun ichida jo'nata olamiz. Shuni ham to'g'rilab qo'yamiz. Maslahat beraman, bu yerga 1-2 ish kunini belgilaymiz. Shunda biz 2 ish kuni ichida pichog'imizni jo'natishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, qaysi davlatdan jo'natiladi? Biz O'zbekistondan jo'natamiz, O'zbekiston tanlaymiz. Agar mahsulotimiz boshqa davlatdan jo'natilgan bo'lsa, bu yerga o'sha davlatni ko'rsatamiz. Bu yerga shaharni qo'shib qo'yamiz. Toshkent shahri. Endi esa bu yerda tovarimiz qaytarib olamizmi yoki yo'qmi? Misol uchun biz tovarimiz sotilgandan keyin qaytarib olmaslik tugmasini ham bosib qo'yishimiz mumkin, lekin bu esa sotib oluvchida ishonchni uyg'otmaydi. Shuning uchun biza mahsulot misol uchun yoqmaydigan bo'lsa, to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, xaridor mahsulotni bizga qaytarib berishi mumkin bo'ladi va shu tugmani bosib qo'yamiz. Shunda bizni sotishimizni foizi oshadi, ko'tariladi va necha kun ichida qaytarishi mumkin bo'ladi? 30 kun, 60 kun, 14 kun. Keling 30 kun o'rtachasini tanlaymiz. O'zi kamdan kam xaridor mahsulotni orqaga qaytaradi, chunki orqaga qaytarish paytida bizni manzilimizga yetkazib berish rasxodlari sotib oluvchi xaridor to'laydi. Va bu yerda shuni belgilab qo'yamiz. Xaridor yetkazib berish xizmatini o'zi to'laydi. Hop, va bu yerda mana ko'rib turganingizdek, yana bitta variant bor. Misol uchun biz pulni qaytaramizmi, yo'qmi? Agar mahsulot yoqmasa xaridorga. Bu yerda pulni qaytarish varianti bor va pulni qaytarish yoki almashtirish mahsulot. Biz shuni tanlaymiz. Va bu yerda mana xalqaro qaytarish tugmasi bor, shuni ham bosib qo'yamiz. Va bu yerga o'sha kunlarni ham to'g'rilab, kerakli joylarni belgilab qo'yamiz. Hozir yuqorida qilib o'tganimizdek xuddi shunaqa qilib belgilaymiz.
va bu сделанный tugmaga bosamiz. Mana bu qaytarib berish yoki qaytarib olish mahsulotni shartlari shu yerda kiritilgan bo'ladi va bu mahsulotimizni kartochkasida bu ko'rinib turadi. Bu juda muhim nastroykalardan hisoblanadi. Bu biz xaridorlarga ishonch uyg'otadi. Chunki biza mahsulot nimadir bo'ladigan bo'lsa, mahsulotni va pulni qaytarib berishga tayyormiz. Bu amerikalik yoki chet ellik xaridorlarga bizni do'konimizga ishonchni yana ham uyg'otadi. Bu yerda mana reklama instrumenti ko'rib turibmiz. Buni hozircha biz tegmay turamiz. Marketing va reklama bo'yicha bizni alohida yana darslarimiz bo'ladi. U yerda yana reklama haqida gaplashamiz. Mahsulotimizni kartochkasini to'ldirib bo'ldik. Agar biz hozir bu birinchi knopkaga bosadigan bo'lsak, list itga bossak, mahsulotimiz uje sotuvga chiqib ketadi. Biz hozircha chernovoy variant qilayotganimiz uchun saqlab qo'yish tugmasini bosamiz. Bundan oldin mahsulotimizni kartochkasini ko'rish uchun preview knopkasiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek mahsulotimiz chiqib turibdi. Mana rasmlari chiroyli. Rasmga olayotganimizda e'tibor berib, yaxshi fotoapparatda rasmga olamiz. Men misol uchun bu pichoqni iPhone telefoniga olganman. Mana ko'rib turganingizdek sifatli chiqqan rasm. Mana bu yerda pichog'imizning nomi, narxi, hamma ma'lumotlar bu yerda chiqib turibdi. Mana yetkazib berish, qaytarish variantlari, hamma ma'lumotlari ko'rib turganingizdek ko'rinib turibdi bu yerda. Buni yopamiz va saqlab qo'yish tugmasiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek akkauntimizda listing razdelida mahsulotimizni chernovoy varianti tayyor bo'ldi. Endi agar yana boshqa pichoqlarni joylamoqchi bo'lsak, biz yangitdan boshqa listing yaratmaymiz. Shu chernovoy variantga belgi qo'yib turib, bu yerda kopировать knopkasini bosishimiz mumkin bo'ladi. Mana bir dona mana rasmlarni belgilashimiz mumkin, rasmlar bilan ko'chirib beradi. Bizga rasm kerak bo'lmaydi, bizga ma'lumotlar kerak bo'ladi va bu yerga tugmani qo'yib turib, OK tugmasini bosamiz. Shunda bizga mana ushbu mahsulotni yana bitta kopiyasini yaratib berdi. Misol uchun endi boshqa pichoqni joylamoqchi bo'lsak, shunda kiramiz bu yerga. Bu bir xil pichoq bo'lgani uchun hamma ma'lumotlar saqlanib qolgan bo'ladi va biz bu yerga boshqa pichoqni rasmini joylaymiz. Misol uchun boshqa pichoqni rasmini joyladik va keyingisini bu yerlar hammasi to'g'rilangan. Agar narxi boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, narxini o'zgartiramiz va bu yerda yana saqlash tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi mahsulotimizni qora varianti tayyor bo'ldi. Agar mahsulotimiz yana boshqa bu pichoqqa o'xshamaydigan boshqa mahsulot qo'yadigan bo'lsak, uning uchun shunda biz yangi listing yaratish tugmasini bosib, o'sha mahsulotni kartochkasini yaratamiz. Mahsulotlarimizni draft listinglarni yaratib bo'lganimizdan keyin biz taxminan 10 ta yoki 20 ta mahsulotni yana draft listinglarni tayyorlab qo'yamiz va do'konimiz ishga tushgandan so'ng mahsulotlarimizni sotuvga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi darslarimizni ko'rish uchun ekranda chiqqan playlist ustiga bosing.